do'konda kimlar bor ekan? Shuhrat aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tarjimaysizmi? Aka, sizni taniymiz. Santexnika bo'yicha do'konlar tarmog'ining rahbarisiz. Oxirgi 2 oy ichida tinmay harakat qilib, brend uchun nom qidirdingiz. Aynan oxiri topdingiz, halovat nomiga to'xtadingiz. Ko'pchilik uchun qiziq, shaxsan men uchun ham qiziq. Aynan nima uchun halovat? Assalomu alaykum barchaga. Xusravjon, xush kelibsiz do'konimizga. Bilasiz, 10 yildan beri shu santexnika sohasida ishlab kelyapman, faoliyatimni yuritib kelyapman. 3 ta filialimiz bor. Shu kungacha alhamdulillah 10 ta xodimimizdan ortiq ishchilarimiz bor. Shu kungacha biz brend ostida ishlab kelmaganmiz. Bugundan boshlab, Xudo xohlasa, halovat degan nom berdik. Halovat degan brend ostida faoliyatimizni yuritmoqchi biz. Bizning maqsadimiz Navoiy xalqi uchun yuqori premium sifatlarni, santexnika mahsulotlarini hamyonbop narxlarda Navoiy xalqi uchun yetkazib berish maqsadimiz shu. Qurilish yoki remont boshladingizmi? Siz izlagan manzil aynan shu joyda. Halovat. Sizni do'konlarimizda kutib qolamiz. Sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.